Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan Germaniyaga Work and Travel dasturi uchun Schengen viza olish tartibini TLS Kontakt saytida ko'rib chiqamiz. Bu yerda bizga TLS Kontakt sayti kerak bo'ladi va saytga kirganingizda mana shu vizaga murojaat qilyapsizmi degan so'rov bo'ladi. Bu yerni bosingni bosamiz. Hamda ikkinchi savollari millatingizni tanlaysiz bu yerda. Qayerni fuqaroligingiz haqida so'ralyapti va qayerga bormoqchisiz? Germaniya va Go tugmasini bosamiz. Shundan so'ng bizda mana shu oyna ochiladi hamda yangi foydalanuvchilar mana shu odamcha bosganlaringda registr tugmasini bosasizlar. Yangi foydalanuvchilar shu yerdan Gmail manzilini kiritasizlar, parol kiritasizlar va parolni tasdiqlaysizlar. Ya'ni ikkinchi marta takrorlab majburiy qonun qoida shartlariga rozilik bildirib, mana shuni uchalasini ham belgilab qo'ysalaring bo'ladi. Xabar kelish turini tanlagan bo'lasiz. Bular mutlaqo tekin. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasiz va bosganingizda mana shu joyga kiritgan Gmail manzilingizga xabar keladi. Ular TLS Kontakt sayti avtomatik link yuboradi va mana shu link orqali profilingizni aktivatsiya qilishingiz kerak. Aktivatsiyadan so'ng qaytadan TLS Kontakt saytiga kiramiz va mana shu joyda login tugmasini bosamiz. Xo'p, login tugmasini bosganimizda mana shu joyga oldimizni yozib profilimizga kiramiz. Demak, hech qanday ilova yaratilmagan, ya'ni hali hech qanday vizaga ariza topshirmaganmiz. Bu yerdan yangi ilova yaratish tugmasini bosib, My Travel Group, mamlakat O'zbekiston va tasdiqlashni bosamiz. Demak, tasdiqlashni bosganimizda bizda Toshkentdagi Germaniya elchixonasi bilan aloqa o'rnatgan TLS Kontakt ofisini manzili kelib chiqadi. Mana shuni davom eting bu tugmasini bosib o'tamiz. Xo'p, endi bizda yangi ilova yaratildi va tanlang tugmasini bosamiz. Bu yerda mening guruhim sayohatlari hali ariza berilmagan, ariza tugmasini bosamiz. Shundan so'ng kerakli maydonlarni to'ldirishimiz kerak. Demak, bizga sayohatingiz sababini tanlang. Bu yerda milliy viza va Schengen vizasi turibdi. Milliy vizani tanlaydiganlar o'qishga, kursga va Fachkraft viza orqali 8 oylik, 6 oylik ishga ketayotgan insonlar mana shu milliy viza orqali topshirishlaring mumkin. Bu haqidagi qisqacha videoni keyinroq chiqaramiz. Buning uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Xo'p, bizga hozir kerak Schengen viza qisqa muddatli. Demak, bu yerda tashrif buyurish sababi, ya'ni qolish maqsadi nima? Tashrif buyuring, ko'rgazma tashrifi, turizm, professional haydovchi, til kursi, maksimal 90 kungacha, biznes. Ozgina ko'taradigan bo'lsak, tibbiy davolanish va talabalar uchun bayramona ish bilan ta'minlash. Mana shu qismini bosamiz. Xo'p, hamda kerakli maydonlarni to'ldirib chiqamiz. Familiya. Xo'p, bosish orqali bu yerda xizmat turlari keltirilgan. Asosiy vaqt uchrashuv bu umumiy, ya'ni standart turi. Premium zal narxlari o'zgaradi. Xabarnoma xizmati 30 ming so'm, ekspress kuryerni qaytarish va o'zingizgacha, ya'ni uyingizgacha yetib keladi pasportingiz. Sayohat sug'urtasi, buni shu yerda o'zida qilishingiz mumkin va asosiy vaqt pasportini yig'ish. Xo'p, demak bizga bittasi kerak bo'ladi, asosiy vaqt uchrashuvini belgilash. Demak, undan so'ng 450 ming so'm to'lov bor ekan, bosamiz hamda shu yerdan mavjud sanalar uchun terminni olamiz. Demak, yanvar oyi uchun hozirda bizda uchrashuv uchun vaqt yo'q va fevralga ham o'tamiz. Fevralda ham xuddi mana shu holat. Buni sababini surishtirdik. Bunga sabab hozir shanba va yakshanba kunlari mana shu bosh o'rinlari ham berkilib, ya'ni berk ko'rsatar ekan. Mana shu sababni keltirishdi ko'pchilik oldin termin olganlar. Qisqacha videosi mana shu. Videoni cho'zmaymiz. Demak, mana shu joyda agar shu joygacha kelgan bo'lsangiz, undan so'ng
mavjud sanaga terminni bron qilib, mana shu yerda uchrashuvni band qilish tugmasini bosish orqali keyin to'lovga o'tishingiz mumkin. To'lovni Click Payme orqali qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.